Barchaga salom qadrli obunachilar, sizlar bilan men kino tahlilim va bugungi videoda men Temir odam 1 filmini tahlil qilaman va bu videoda like bosib, obuna bo'lishni unutmang, chunki bu videoda siz bilmagan qiziqarli faktlarni ko'rishingiz mumkin. Men videoni cho'zmasdan boshladim. Undan oldin aytgancha videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Men videoni boshladim. Temir odam 1 filmi 2008-yilda chiqqan va aynan shu film Marvel kinematografiya boshlab bergan. Agar bu film muvaffaqiyatsiz bo'lganda, bugungi Avengers, ya'ni Qasoskorlar bo'lmas edi. Rejissor Jon Favreau Tony Stark roliga Robert Downeyni tanlagan. Sababi qiziq aktyorning real hayotdagi qiyinchiliklari Tony Stark karakteriga juda mos kelgan. Yana bir qiziqarli fakt, film suratga olish vaqtida ssenariy hali to'liq tayyor emas edi. Ko'p sahnalar improvizatsiya o'ylab topib o'ynash orqali olingan. Shuning uchun dialoglar juda tabiiy chiqadi. Birinchi kostyum juda oddiy edi. Film boshida Marvel kostyumi juda og'ir, temir parchalardan olingan, sho'lda qo'lda yig'ilgan edi. Bu Tony Starkning haqiqiy geniyus ekanligini ko'rsatadi. U hech narsasiz ham rol yasay oladi. Ark reaktor yurakni qutqaruvchi texnologiya. Tony Starkning ko'kragida ark reaktor yuragiga kirib ketgan shrapelni ushlab turadi. Shu bilan birga kostyumni quvvatlaydi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang va shu bilan birga bu texnologiya uning hayotini saqlab qoladi. Temir bir oddiy super qahramon filmi emas, asosiy g'oya inson o'z xatolarini tan olsa, o'zgarishi mumkin. Shu g'oya bilan film yaratilgan. Tony Stark mukammal emas qahramon, u boy, aqlli, lekin egoistik. Shuning uchun u ideal qahramon emas, balki real insonga o'xshab super qahramon. Filmning muhim sahnasi, filmning oxirida Tony Stark shunday deydi: "Men temir odamman." Truth is, I am Iron Man. Bu jumla filmni o'zgartirib yuborgan. Temir odam 1 bu faqat kostyum va janglar emas, bu film insonning o'zgarishi va mas'uliyat va ikkinchi imkon haqida. Stark Industries tanlovi Tony Starkning eng muhim qarorini qabul qiladi. Bu qurol ishlab chiqarishni to'xtatadi. Bu juda katta o'zgarish, chunki boylikdan voz kechadi, kompaniyaning yo'nalishini o'zgartiradi, biznesdan ko'ra odamlarni tanlaydi. Mas'uliyatni o'z bo'yniga oladi. Ark reaktor ma'nosi ko'kragidagi reaktor uning hayotini saqlaydi. Ayni paytda qurol ham bu ramziy ma'no, texnologiya hayotni ham saqlashi ham yo'q qilishi mumkin. Tony Stark eng qiziqarli super qahramonlardan biri, chunki u mukammal emas, xatolari bor. Egoist, lekin juda aqlli geniyus. Uning eng katta o'zgarishi men boshqalarga zarar yetkazyapman degan fikrga kelishi bu uning qahramonga aylantiradi. Albert Einstein u Tony Starkning teskarisi, faqat foyda o'ylaydi, kuchni nazorat qilishni xohlaydi, qurol sanoatini davom ettiradi. Bu filmda ochko'zlik va eski tizim ramzi. Temir odam paydo bo'lishi Tony Starkning endi odamlarni himoya qiladi, o'z texnologiyasidan foydalanadi, men qahramon bo'laman degan qarorga keladi. Agar sizga videolarni yoqadigan bo'lsa, videoga like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Filmning chuqur ma'nosi, filmning asosiy falsafasi o'zgarish mumkin, eng yomon inson ham o'zgarishi mumkin, mas'uliyat, kuch bor, foyda, mas'uliyat ham bor. Texnologiya ikki tomonlama, u ham qutqaradi, ham yo'q qiladi. Temir odam 1 filmi shunchaki super qahramon film emas, u insonning ichki o'zgarishi va xatolarni tan olishi va yangi hayot boshlash haqida film. Shu film bilan butun Marvel olami boshlangan. Tan olishimiz kerak, bu Marvel olamini boshlab berish uchun eng yaxshi film bo'lgan. Filmning asosiy g'oyasi bu film oddiy super qahramon haqida emas. Asosiy fikr shunda, inson o'z xatolarini tushunsa, butun hayotni o'zgartira oladi. Tony Stark avval qurol ishlab chiqaradi, urushni biznes deb biladi, mashhurlik berilgan bo'ladi. Afsuski, Marvel uzoq vaqtdan beri bunday filmlar olgani yo'q. Negadir Marvel ancha so'nib qolgan, lekin Qasoskorlar qiyomat kuni filmida filmlar anchagina jonlanadi, ya'ni u film anchagina yutuq olib kelishi aytilmoqda. Biz bilgan o'sha temir odam, ya'ni Robert Downey yovuz rolga chiqadi, bosh rolda. Afsuski, u yovuz rolda chiqadi. Lekin eng qiziqarlisi biz yana temir odamni ko'ramiz. Temir odam bo'lmasa-da, Doktor Doomni ko'ramiz. Robert Downey, ya'ni Tony Stark ko'rinishda hech bo'lmasa. Video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, iltimos kanalga obuna bo'ling. Keyingi videogacha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bunday videolarni ko'rishni xohlasangiz, like bosing, obuna bo'ling va kommentariy yozishni unutmang. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aytgancha videoda kamchiliklar va xatoliklar bo'lgan bo'lsa, siz so'rayman, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring va obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Videoda uchrashguncha sog' bo'ling, aytganimdek salomat bo'ling.